boshqa, dil boshqa. Ko'rmasdan gapirmanglar, birov dardini yaxshi bilmasdan gapirmanglar. Taqdir boshqa, yo'l boshqa, ummon boshqa, ko'l boshqa. Gunohini bo'yningizga olmasdan gapirmanglar, bilmasdan gapirmanglar. Osmon to'la yulduz ko'p, tana bitta ildiz ko'p. Har kimning o'z ahdi bor, tinmasdan gapirmanglar. Dunyo achchiqlik rost, boshni egar iltimos. Kimlar kimga kelmas mos, sinmasdan gapirmanglar, bilmasdan gapirmanglar. Kibr yeydi odamni, keriltirib qadamni. E'zoz qilmay xushdamni, ko'nmasdan gapirmanglar. Dardi ko'p asli dunyo, kim otda kim piyoda. Birov dardini asli bilmasdan gapirmanglar, bilmasdan gapirmanglar. Ko'ngil boshqa, dil boshqa, ko'rmasdan gapirmanglar. Birov dardini yaxshi bilmasdan gapirmanglar. Taqdir boshqa, yo'l boshqa, ummon boshqa, ko'l boshqa. Gunohini bo'yningizga olmasdan gapirmanglar, bilmasdan gapirmanglar. Gap Aferin. yo'q. Zo'r qo'shuv bo'lgan shu qo'shuv. Laysaxon bir narsa aytaman. Zo'r. Bundan taxminan 1 oy bo'ldi aka. 1 oy oldin premyera qildi qo'shuvni. Ijtimoiy tarmoqlarda zo'r aylanib ketdi qo'shuv. Eshitishim bo'yicha bu qo'shuvni sizga kimdir hadya qilgan ekan aka? Albatta. Kim hadya qilgan shu qo'shuvni? Bu qo'shiqni qo'lim bilan ko'rsatmayman. Aha. Rosa. Erkin Xudoyqulov. Albatta Yeah, akamiz Qoya. menga sovg'a qildilar bir kun. Bravo. Bu ashula yaralish tarixi. Studiyadan chiqib kelib yo'lda telefonda gaplashib keldikda, Avazbek dedi, Guliston deb tadbirda ko'rdim, chiroyli ovozingiz bor ekan.
xohlamadingizmi bu she'rni Yo'q, qo'shishni yoki man- vaqt bo'lmadimi, tashlab Men qo'ydingizmi? juda ham xohladim kuylashni, lekin Elendilar menga. man mana ijodga qayta